O'zbekistonda yangilik do'stlar, men O'zbekistonda eng boy mahallasiga keldim. Mo'qalari tekizligini, qibray barzo'ranar ekanda do'stlar. Do'stlar, nima uchun eng boy mahallaga? Chunki menimcha respublikada faqat mana shahar mana shunaqa ish qiladi xolos do'stlar. Ikkinchi marta video qilyapman. Boshqa viloyatdagilar, boshqa shahardagilar shu open byudjetga 300 million, 500 million hammasi o'zlariga ko'p pul sarf qilishadi, lekin asfalt olmaydi. Bu mahalla do'stlar 67 million so'mga do'stlar 200 metrda 5 open byudjet. Unsiz shuni o'zlari cho'ntagidan shara tashlab turib qilib qo'yishyapti. Mana shunaqa mahallalarga like qo'yinglar. Endi qaysi shahardaman degan bo'lsalaring, men hozirgi paytda Shahrixonga keldim. Avval ham Shahrixonga kelgandim. Bitta mahalladagi bolalar do'stlar 70 ta, 65 ta ham emas, 50 ta ham emas, 70 ta o'g'il bolalar Rossiyada, Koreyada ishlab $500 tashlab do'stlar, bundan ham katta mahallani polnisi o'zining cho'ntagidan asfalt qilgan. Endi boshqa shaharlar nima qilyapti? 300 million so'm pul sarf qildik open byudjetga. Yog' ber, suv ber, baklashga nimadirlar beryapti. Open undan ko'ra o'sha pulga o'zdan qilinglar. Xudo xolasa 200 metr mahalla mana Hoji akam polni faol bo'lib, o'zlari harakat qilib, jon kuydirib, bitta ukalari bor ekan, ukalarini endi videoga chiqmanda Kamoliddin aka, Kamoliddin aka mana jon kuydirib, Tanjonlar hisobi telefonda gaplashyapti ekanlar. Jon kuydirib mashit qildilar. Endi kim qildi, nech pul qildi? Operator shu mikrofonni berib tur. Do'stlar, operator yaxshi olyaptimi, yo'qmi? Yangi nima shogird bola, Ikromboy uz degan kanali bor. Like bilan podpisatsiya bosib qo'yinglar. Jabozi shuni kalibratsiya berib o'raman men. Keling endi. Assalomu alaykum. Aka bormisiz? Bormiz. Tanjoy son sizlar ham million suda qilib mahallalar puldan olib yursizlar. Ha, 50 xizmatlarimiz gilamiz. 50 xizmat do'stlar. Hoji akam aytdilar, bitta mahalla shu yerda 300 million so'm pul sarf qildi byudjetga. Ya'ni 150 million sarf qilishganiga yutishmabdi. Yutishmadi. To'g'risi. Hozir mana 200 metr joyda eng qizi bor 67 million dedingiz. 67 millionga bityapti aka. 67 million so'm. Shaharni ham o'zingizlar olib kelibsizlar. Shag'ali, grederi, katogi, asfali, dastavkasi. Xalq mana pulim, mana joyim bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Mana pul, mana joy. Yog' ber, sim karta ber, ovoz ber, unaqa narsa do'stlar. Ovozlarga ish yo'q. Xudo xolasa do'stlar, mana hozir bir mashina keldi. Bir mashina mana shu yerdan bir 100 metrdan 70 metrga tushdi aka, eni 5 metr. Uzunligi 65 metrga tushdi mana shu. Mana 70 metr bo'ldi do'stlar. 70 metrga bordi aka. Berib turing. 70 metr bo'ldi. Xudo xolasa mana hozir ikkinchi mashinani kutyapmiz. İkinci mashina hozir bir 15 minut, yarim soat ichida kelib qolar ekan. Xudo xolasa necha santimetr bo'lyapti? Aka tushishi xudo xolasa 6,5-7 tashalyapti. Ko'p ham bo'lsa kerak, chunki balanddan tushyapti endi. Hisoblasam bir 10 santimetr bosib tashlashayotgan nimalar. Qaylaridir shunaqa yaqin tushyapti. Endi joyimiz ham ozgina normasi bor. Bu katagimizdan keyin absolyutni garantiya beradiganimiz 5 plus aka. 5 santimetr plus. Endi bu yoqqa Allohdan 6 santimetrlik joy ham bor, 7 santimetrlik joy ham bor. O'zingiz aytmoqchi, qalin tushgan joylarcha qanaqa qoladi. Yo'qqa tushmaydi. Taxminan do'stlar, mana shu yerda o'zingizlar ham hisoblasang ham bo'laveradi. O'zi bir 10 santimetrdan ham ko'p tashalayapti. Mana. Mana shu yergacha mana bir qarishning o'rtasida o'zi taxminan 10 santimetr. Buni ko'rsatib beray desam ham mana do'stlar. Mana. Mana. Shag'alga tegdi. Endi bunday oladigan bo'lsa, taxminan mashitcha bo'ldi mana. Xo'p. Xudo xolasa shaharni ham navi zo'rini qo'yyapsizlar deyman mana. Maydaligidan o'zi sirasi bilinib turibdi. Hali yiri toshli bas ekan. Xudo xolasa aka, sifatni so'nggi darajasi. Sifatga rosa e'tibor berib ishlaymiz aka. O'zimiz eskidan shunaqamiz, ota kasblik uchun bizga eng mayini aka. Bundan keyin yo'q mayin. Bunda mayini yo'q. Yuvilgan mitpisoy 3 martadan yuvib o'tkaziladi aka. 3 martadan yuvib o'tkazilgan rossiyskiy bitumda bo'lgan asfalt aka. Rossiyskiy bitum. Asfaltni o'ziga beradigan garantiyamiz, zavoddan beriladigan garantiya 1 yil. 1 yil. Asfalt o'ziga. U 1 yil nimaga aka? Qatishiga, ko'chmasiga, shipirganda chiqmasligiga 1 yil. Servisimiz 5 yil. Xonadonlarda oldiga mashinalar kirib chiqaverganida svejini titib yamachalar bo'lib qoladi. 5 yil ichida besplatni yamab o'tib ketiladi. Mana shu zonaga asfalt olib kelganda, mana shu ko'chada necha kvadrat bo'lsa, 5 yilning ichida 4 yildan 3 yildan keyin yamallarni qo'yib berib o'tib ketamiz. Servisimiz. Yana ham do'stlar, bu yerda nimasiga qaraganda bu ancha-munchaga nima deydi, ko'chadigan asfaltga o'xshamayapti, chunki
rossiyskiy texnologiya do'stlar, yana uning ustiga Xitoy kelib, Xitoy texnologiyasi ham aralashgan sifatini biznesiga bemalol mana shunaqa yosh bolalarimiz maza qilib ko'chada o'ynaveradi, to'g'risi. Shular uchun qilib beryapmiz. Mashina ham changimaydi do'stlar, uyingiz ham changimaydi. Eng qiziq tomoni do'stlar, bu mahallani e'tibor qilmasak, yarmi bor-ku. Yarmi maktab bo'lsa kerak. Maktab aka. Yarmi maktab do'stlar. Bo'lib haligi mash tomon mana bir 4 ta xonadon, shu 4 ta xonadonda baqa xonadon do'stlar. Haligi ko'pchilik ham emas, ozchilik pul qilib mana o'sha pul-mullarni hal qilib, akamizga nima qilyapti, hoji akam o'zlari boshi bo'layapti. Xudo xolasa bir kunda o'sha 200 metr turib chiqasizlar. 200 metrda bir kunda urib chiqib ketamiz aka. Agar asfaltimiz yetib kelib, zavodda gaz, svetdan muammo bo'lmay tursa aka, 400-500 metrgacha bir kunda bosib beramiz aka. Ko'proq nima? Texnikalarimiz bor Allohga. Xudo xolasa. Endi mullachiligingga necha puldan, hoji akam necha pul? Aka, buni boshlanish narxi 65 ming so'mdan 75 ming so'mgacha. 65 ming qayerga, 75 ming qayerga degan savol juda ko'payib ketyapti klientlar tomonidan aka. 65 ming so'm Farg'ona viloyatiga bosib beramiz. Farg'ona shahar, Quva, Farg'ona tumanlarimizga bosib beramiz. Sabab zavodga yaqin aka. Yo'l kira qisman arzon keladi. Shahrixonga 67 ming keldi. Sababi jinday qimmatroq. Yo'l kirasi borligini hisobiga. Aka Namanganga, Kosonsoy, Biyag'ali, Pop, Qo'rg'ontepa, Jalaquduq va Yaypan, Qo'qon tomonlariga 75 ming. Sababi zavodimizdan 100-120 kilometr uzoq. Mashinani yo'l kirasini biz ob'yomga chachib beramiz. Shuni hisobiga 65 ming so'mdan 75 minggacha asfalt narxi aytiladi. Narxda shu asfaltda o'zgarishi yo'q. Nimaga ikki xil asfaltmi degan narsa emas. Asfalt bir xil. Faqat masofalar yo'l kira qo'shilib qoladi. Yo'l kira masofa xolos aka. Zavoddan 10 kilometr uzoq joyda bo'lsa 60 ming so'mdan qilib beramiz. Mana goho joylarga kirsak, borsak aytishadiki, asfaltning narxi 65 ming so'mdan, zasipkasi alohida, ya'ni shag'alini olib berasizlar deyishyapti. Misol uchun uyga, xonadonga ishlab chiqarish korxonalarga bo'lsa. Sizlarda qanaqa qiymatda endi? Aka, bizda hozir endi mana shu yerga qilingan joyimiz to'g'risida gaplashsak, bu holatga aka mana bu zasipkalarni qildilar haligini. Zasipkalarni qilib, grederlarda surib aka chiroyli qilganmiz, grederlar ishlatganmiz. Bir kun oldin, 2 kun oldin greder surdirganmiz. Zasipkani qilib bir kun tindirdik ko'chamizni. Endi qildik aka. Bu ko'chaga greder xizmati zasipga hamma yo'g'i ichiga kirib ketgan. Narxning ichiga bitish holatini 67 mingdan pul berishdi. Mahalla o'zimizniki. Shuni hisobiga. Qolgan joylarga bo'lsa aka 500 kvadratgacha, 500 kvadratli ob'yomga aka zasipkasini olib beradi, biz bekarga xizmat ko'rsatib beramiz. 500 kvadratdan yuqori ob'yom bo'lib, parkovka, katta tashkilot ishlab chiqarishlar bo'lsa, hamma xizmatni shu narxda chekib ketadi. Shu narxda chekib ketadi. Zasipkasini ham o'zimiz olamiz, asfaltini ham o'zimiz olib kelamiz, hamma yo'g'ini o'zimiz olib, o'zimiz qilib beramiz. Do'stlar, mana shunaqa akalarimizga like qo'yinglar. Maladezlar mahallaga, bitta mahalla nima deydi bu yerda? Bet aka Qorako'rpa mahalla deyiladi. Shahrixon uz filtrda orqa tomoni, oldi tomoni. Menga qarang, mana oldingi safar ham bitta joyda video qilganda shahrixonlar 70 ta bola pul to'lab pul yiqqan. Bitta mana shahrixonlar yana aktiv bo'lyapti. 14 ta xo'jalik bor xolos aka. 14 ta xo'jalik 6 million qanchadan ham pul tushdi deb. 6 million, mana shu 500 dollardan yana pul tushib tashlab turib, shuni nima qilib yuborishdi xudo xohlasa. Yo'q, ko'chalarimiz ham davom etib kelyapmiz. Nari ko'chalarni bosdik, bundan oldin ko'chalar bosib endi oxiriga yetakchilikka keldik. Qorako'rpa mahallasida o'sha ob'yomimizga olsak 800-900 tonna asfalt bosganmiz aka. 800-900 tonna. Bir 10 kunda ichida qildik shu narsani. Qadrdonlar, mana sizlardan bitta savol, bu bizga ham, qolganlarga ham qiziq bo'ladi. Like qo'yib, kommentariyaga yozinglar. Siz qaysi shahardansiz va sizlarda mahallangizda sizlar o'zlaring cho'ntak byudjet bilan mahalla bu asfalt bosganmisizlar yoki open byudjet bilan do'stlar? Cho'ntak byudjet bo'lgan bo'lsa, bitta xonadonga necha puldan tushdi va necha metrli mahalla qilishdi? Mana goho joylarga borsalaring, xo'p, open byudjet bo'lgan taqdirda ham yoki haligi nima qilsa, mahallani yotqizsa, faqat o'rtasini yotqizishadi, ikkita joy qoldirib ketishadi. Ya'ni taxminan bir 4 metr, 4,5 metr yotqiziladi. Sizlarda tushunishim bo'yicha mana o'sha kerak bo'lsa 5 metr mana bu yerda xonadonni mana shu betonigacha yotqizib beryapsiz. Juda katta yotqizyapsizlar. 5 metrga qo'ydik aka ko'chani, sababi aholi o'zi shuni xohladi. 5 metrli kengroq ko'cha qilib bizdan keyin ham stashga quyishadi 1,5 metr ko'cha. O'shanaqa bo'lardi. Ashini puli ham ko'chani boshidan oxirigacha bitta pul hisoblab asfalt puliga chaqsiz bir xil bo'lib qoladi. Pashti bir xil. Balanisi 1 million yoki 1,5 million farq qilib qoladi. Ovoragarchilikdan qutuladi. Alyo deydi, ishi bitadi inshaalloh. Qiziq tomon do'stlar, mana har bitta xonadonni betonigidan naryoqda betonigacha mana moslab chizib ketishadi do'stlar. Kimnidir haligi nimasi ichkariroq bo'ladigan bo'lsa, kerak bo'lsa ichkariroqgacha qilib berishadi do'stlar.
Xudo xolasa mana shunaqa mahalla fidoyilariga mana akalar kutib turishdi do'stlar. Ustalarga mana do'stlar kerak bo'lsa suv, puv, hamma yo'q, nima kerak bo'lsa tinmasdan olib kelishyapti. Ko'la vantalar olib kelishyapti. Ano to'g'risi bu baklashkani bu shetdan topdik. Buni nimani ekanini atrabotganmi uni? Benzin bor aka. Ichida o'sha benzin zapravkasi yoqish uchun shuni olib kelishdi do'stlar. Yana bular Winchester qo'yib berib, pivo qo'yib berishadi, o'ylamanglar do'stlar. Prosta shu benzinni baklashgan do'stlar. Mana shunaqa mahallaga like qo'yinglar. Xudo xolasa asfalt xizmat kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Aka, Alloh kuch-quvvat bersin, charchamanglar.